Mana Abbos to'yi ko'ryapsizlar. Mercedes G-lik. Abbos to'yi zo'r o'tyapti. Tak bu mashinani olmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Bu mashina Abduqodir Husanovski. O'zi nomer bilan mashinani bilsanglar bo'ladi. Abbosbek Fayzullayev uylanmoqda. Bugun 10-iyul kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida yilning eng kutilgan to'y tantanasi bo'lib o'tmoqda. Bir necha kun oldin Toshkent va Sirdaryoda elga katta osh nahorlar berilgan edi. Bugun esa haqiqiy do'stlik isboti. Abbosbekning fanatlari bo'lsa, obuna bo'lamiz. Bexatar qilib inson amal o'ynab kulib qoldi. Yo'llari bexatar bo'lsin.